Hozirgi paytda eng ko'p bilasizlarmi nimani guvoh bo'lib turibman? Ishda bo'lib, ishdan chiqqan erkaklarni. Yana qaytaraman. Ishida bo'lib, o'zi ishdan chiqqan erkaklarni ko'rdim. Ish zo'r. Hammasi gullab yotibdi. O'zi tamom bo'lgan. Mujik. Ozgina o'ziga e'tibor berib turish ayb emas. Lekin ishon gapimga. Berilib, ishlab, tamom bo'lib, to'kilib qolish oxirida aybdor bo'lib chiqish bilan tugaydi. Eng qizig'i, ayni o'sha ishlab bergan insonlaringni o'ziga sal qarasa bo'lardi, berilib ketdi ishga deb achinib qo'yadi. Baxtli bo'l.